Muammo Kusherbayev davlatga qarshi yo siyosatga qarshi deb aytuvchilarning gapi to'g'riligida ham emas. Muammo Kusherbayevda ham emasdir. Muammo mana o'sha konstitutsiyaga, qonunga ishonganligimda. Hamma gap shundaki, davlat organlarimizga, bizni yurist mutaxassislarimizga, vazirlik idoralaridagi yurist mutaxassislarga jur'at yetmayapti. Joningni oladimi, boshqami, xalq ko'rib bilib turibdi-ku, bunchalik darajada davlatchilikda davlat organlarini sharmanda qilish hech kimning haqqi yo'q. Yoki bo'lmasa dastlab konstitutsiya va qonunni o'zgartirish kerak edi. Fuqarolarda huquq bo'lmasin dedi naqd pul to'lash bo'yicha. Ana undan keyin bunga baho bersa bo'ladi. Chet eldan kelgan turistlardan past darajadagi odamlarmi? Nega o'zimizning odamlarni o'ylamaymiz? Nimaga o'zimizning odamlarimiz ham naqd pul to'lovda qila olish kerak emas? Turistlar uchun sharoit qilinadi-yu, o'zimiznikilar uchun emas. Oddiy aytganda O'zbekiston o'zi kim uchun? Kimning manfaati uchun? Bir guruh paynetchilar yoki oddiy aytganda yoki shu pul o'tkazmasdan pul ishlaydigan tadbirkorlarning foydasi uchunmi? O'zbekiston Respublikasi nomidan hal qiluv qarori. Da'vogar Kusherbayev Rasul Qidiraliyevichning javobgar Less & Group mas'uliyati cheklangan jamiyatga nisbatan naqd pul mablag'larini qabul qilishdan bosh tortishda ifodalangan xatti-harakatni noqonuniy deb topish, naqd pul mablag'larini qabul qilish majburiyatini yuklash va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirish rad qilinsin. Ayni shu holat bo'yicha iste'molchi sifatida huquqlari mavjud. Naqd pulsiz ham, naqd pul bilan ham to'lov qilishga huquqi mavjud. Demak, iste'mol sifatida huquqim buzilayotganligini sizlar ko'rib tan olasizlarmi? Shuni e'tirof qilasizlarmi? Albatta. Naqd pul olishmayapti. Shuni razbor qilamiz. Naqd pulda to'layman. Assalomu alaykum. Qonunni tan olasizmi? Yoki bizga buyruq bergan, bizni mana prezidentning 25-yil 246 sonli farmoni bilan faqat bank kartalari orqali yoki elektron olar ekansizlar. Kodeksga asosan siz naqd pulda ham olishga majbursiz. yo'q, majbur. Ko'rsataymi? Nima xolos, men tushunmayman. Men naqd pulda to'lamoqchiman. Mana bankomatdan to'lang, kartaga через karta olamiz. Yo'q, men naqdlarga to'lamoqchiman. Yo'q, biz olmaymiz. Ofitsial nomingizda. Sutga beraman lekin. Xabaringiz bor, joriy yilning 1-apreldan boshlab yoqilg'i quyish shoxobchalari naqdsiz to'lov tizimiga o'tgan edi. Aynan mana shu holatdan jabr ko'rgan Rasul Kusherbayev fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritdi. Yuring, nima problema, aka? Qo'ying. Hozir yuring, dakarsa boramiz, yuring. Bo'ldi, siz akt yozishga haqqingiz bormi? Yozaman aktni. Davlat yozing. Xullas, fuqarolik kodeksidan keltirib berdik 94-moddani. Naqd pulda ham qabul qilish shartligini, lekin bular baribir tan olmayapti. Shuning uchun majbur bo'ldik, juda oz qo'pollashib ketdi. Ichki ishlarga murojaat qildik. Hozir hududiy uchastkoviy inspektor kelishi kerak, shuni kutyapmiz. Qani uchastkoviy kelgandan keyin yana davom ettiramiz. Fuqarolarda naqd pulda ham to'lov qilishga haqqi bor. Fuqarolik kodeksi, qonun, Markaziy bank to'g'risidagi qonun buni kafolatlagan. Qani ko'ramiz. Qonunda huquq ishleydimi, yo'qmi? Konstitutsiyada ko'rsatilganki, konstitutsiyaning qoidalari to'g'ridan-to'g'ri ishlaydi deb. Mana shu yangi konstitutsiya uchun butun xalqimiz ovoz bergan. Bundan tashqari, mana shu konstitutsiyadagi berilgan qoidalarni amalga tatbiq qilish uchun qonunlar qabul qilganmiz. Va konstitutsiyada va qonunlarda aytib qo'yganmizki, agarki qaysidir yuqori turuvchi hujjatga quyi turuvchi hujjat zid bo'lib qolsa, yuqorisi ishlaydi deb. Bu degani to'g'ridan-to'g'ri hammamizni konstitutsiyaga va qonunlarga yuqori ishonchni beradi. Endi hozirgi bo'layotgan holat bu qonundagi kafolat. Ya'ni fuqarolar so'mmi, bu faxr belgisi hamda o'zimday qarasa, shuni ishlatib kelgan boshqa, lekin ayrim sharoitlar o'zgaryapti-da, qonunlar o'zgarmagan holda, konstitutsiya o'zgarmagan holda uni qabul qilish cheklanyapti va bu amalda nimani keltirib chiqaradi? Amalda soxta tadbirkorlikni ham keltirib chiqaryapti va fuqarolar yo'q joydan pulini yo'qotishni boshlayapti. Ya'ni kartaga o'tkazaman desangiz, foizlar oshirib qo'yildi ayrim tadbirkorlar tomonidan. Har doim ham o'sha onlayn to'lovda imkoniyati yo'q. Qishloq joylarda ayniqsa odamlar hali ham naqd pulda asosan foydalanadi. Bu naqd pulga nisbatan ishonchni ham pasaytirib yuboryapti. Shu bois ayrim to'lov vosita, shu jumladan benzin olsangiz, borib bu rad qilinyapti. Bu rad qilish to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiya va qonundagi qoidalar tan olmaslik degani. Bu xalqning irodasi aslida. Ana shu xalqning bitta bo'lagi vakili sifatida bizga ham tegadi. Biz shuning uchun ovoz berib ishonganmiz. Shuning uchun mana shu o'zimizga berilgan huquqni amalda ta'minlash uchun harakat qilyapmiz. Bu yakunda nima beradi?
yakunida konstitutsiyani, qonunda belgilab qo'yilgan qoidalar amalda ishlayotganligini beradi. Qanaqa undan keyin hujjatlar qabul qilinmasin, bu fundamentda bu o'zgaravermaydi. Konstitutsiya, qonundagi qoidalar ayrim guruhlarda, ayrim shaxslar yo idoralar xohishiga qarab o'zgaravermaydi. Boshqa hujjatlar o'zgaraverishi mumkindir, lekin asosiy ishonchni mana shu konstitutsiya beradi. Shu boisdan biz bunga ishonsak, uni amalda ishlayotganligini ta'minlasak va ko'rsak, bu mamlakatda rivojlanish bo'ladi. Odamlar investitsiya tikadi, pul tikadi. Mana shu yerdan ko'chib ketmasdan uzoq yillar o'zim ham, avlodlarim ham yashaydi degan ishonch bo'ladi. Agarki o'zimizni pulimizni o'zimiz ba'zi joyda ko'z yumib tan olmasak, odamlarni og'ir sharoitga qo'yib qo'ysakda va kuzatib o'tirsak, endi bu noto'g'ri-da bu. Shuning uchun meni bugun qo'limdan kelgani shu. Masalan, men o'zimni huquqlarimni sud orqali ta'minlash kerak deb hisobladim. Boshqa ta'minlayapman. E'tirozlar bo'lishi mumkin. Buni asosan joriy qilganlar yuqorida o'tirganlar-ku deb. Lekin yuqoridan o'tirgan birorta odam kelib turib, meni to'lov qilayotganda pulimni rad qilgani yo'q-da. Men bilan nizo o'sha quyida ro'y beryapti va men quyidan boshlab yuqorigacha olib chiqishim mumkin. Hozir o'sha quyi sud bosqichidamiz va sud hokimiyati qanchalik mustaqil bugun, qanchalik qonun va konstitutsiyadagi o'sha kafolatlarni ta'minlab bera oladi, biz shuni ham ko'rmoqchimiz. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi maslahatchisi Rasul Kusherbayev yoqilg'i quyish shoxobchasida to'lovlarni naqd pulda qabul qilishdan bosh tortgan MChJga nisbatan sudga da'vo arizasi kiritdi. Unga ko'ra, barcha tadbirkorlik obyektlarida faqatgina karta yoki elektron to'lov tizimidan emas, balki naqd puldan ham foydalanishni qaytadan muomalaga kiritish zarur. Bugun mazkur sud ishining ikkinchi kuni bo'lib o'tdi. Sudda Kusherbayev tomoni qo'shimcha da'vo arizasi kiritdi. Unga ko'ra, javobgar tomonidan da'vogarga nisbatan ma'naviy zararni qoplash uchun 1 so'm undirilishi so'raldi. Sudga raislik qiluvchi sudya Kusherbayevning ushbu iltimosnomasini qanoatlantirdi. Men Kusherbayev Rasul Qidiralievich javobgar Les and Group MChJga nisbatan bergan naqd pul mablag'larini qabul qilishdan bosh tortishi noqonuniy deb e'tirof etish hamda to'lovni naqd shaklda qabul qilishga majbur qilish to'g'risidagi da'vo arizamni quyidagi qo'shimcha talab bilan to'ldirishni so'rayman. Asosiy da'vo arizamni 4-bo'limda bayon qilingandek, javobgarni 2026-yil 9-may kuni mening qonuniy to'lov vositasi bo'lgan naqd so'm pulimni qabul qilishdan bosh tortish natijasida mening iste'mol sifatidagi huquqlarim, tovarni erkin tanlash, lozim darajada xizmat ko'rsatilish hamda to'lov shaklini erkin tanlash huquqlarim buzilgan. Ayoqish xodimi qonuniy to'lov vositasi bo'lgan naqd so'mni qabul qilishdan atayin bosh tortdi hamda men tomonidan Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi va qonunlarga havolalar keltirilganiga qaramasdan noqonuniy harakatni davom ettirdi. Demak, ma'naviy zarar uchun haq to'lash yuzasidan qonunda belgilangan barcha shartlar mavjud. Ma'naviy zarar uchun undirilishini so'rayotgan miqdorni men ramziy tarzda 1 so'm etib belgilayapman. Mazkur talabdan ko'zlangan maqsad moddiy boylik orttirish emas, balki javobgarning harakati noqonuniy ekanligi va uning natijasida menga ma'naviy zarar yetkazganligi sud tomonidan rasman tan olinishi, milliy valyutamizga bo'lgan so'mning qadri hamda uning qonuniy to'lov vositasi sifatida maqomini yanada himoya qilishdan iborat. Javobgar tomon Les and Group MChJ o'z xohishiga ko'ra bu ishlarni qilmaganini, undan ham yuqori turuvchi organ xodimlari faqatgina karta orqali savdo qilishini qat'iy talab qilib, bu borada hattoki rozilik xatlarini ham yozdirib olganini ma'lum qildi. Shuningdek, tadbirkor chek beruvchi apparatlarning naqd pulga oid tizimi Soliq qo'mitasi tomonidan blokka tushirilganini, o'zi xohlasa-da naqd pul bilan muomala qilishning umuman imkoni yo'qligini aytdi. Noqonuniy endi bizning tarafdan qanaqa qilib qabul qilishimiz kerak edi naqd pulini. 1 apreldan zamestитель налогового комитета Jahangir Abdiyev полный kassa apparatlarni kuzatuv yuradigan sistemalarni buyruq bergan. O'sha hamma kassa apparatdan 1 apreldan boshlab наличный chek chiqaradigan joylarni qulib qo'yib qo'yish. Hozir ochsangiz, любой kassa apparat, AZSda, gazoviy zapravkalarda yoki elektrozaryadkalarda, qolgan joy anaqalar. Ayniqsa bizning AZS taraflardan наличный chek chiqara olmaysiz. Naqd pul olsangiz ham наличный chek chiqara olmaysiz. Tavarish Kusherbayev kelganlarida prinsipialniy наличный chek menga berasizlar deb pretenziya qilganlar. Bizda misol uchun o'tkazmalari bor, kassa apparat bor, infokiosklar bor. Bemalol naqd pulini olib, o'tkazib, kartalar bo'lmasa ham
o'zimizniki dejurniy karta bor, karta orqali to'lov qilsa bo'lardi. Kassa apparatdan bez наличный chek degan chiqarsak bo'lardi. Lekin janob Kusherbayev ko'nmadi. Наличный degan chekini so'rab talab qildi. Что в принципе невозможно. Именно bizning sohamizda, AZSda benzin qo'yayotgan shoxobchalarida umuman iloji yo'q. Uning uchun bitta dokument sizga berdim. Налоговый kodekslardan agar o'qisangiz, u yerda полностью наличный degan cheklari, chiqaradigan cheklar joylari qulflangan, blokirovka qilingan. Umuman ishlamaydi. Shuningdek, tadbirkor agar ushbu talabga bo'ysunmasa, unga nisbatan 25 milliondan 50 million so'mgacha jarima undirish belgilanganini ham qo'shimcha qildi. Suddan so'ramoqchi edim, mana javob berdim. Yuqorida aytib o'tdi, neft gaz inspeksiya, Markaziy bank, Soliq qo'mitasi, shu jumladan Soliq qo'mitasidan ishlovchi Jahongir Akiyev ismli shaxsni aytib o'tdi. Mana shu tashkilotlardan vakil chaqirish, shu yerga masalaga oydinlik kiritish masalasida shularni ishga chaqirib savol javob qilish masalasida hajm chiqarishni so'radim. Sababi ular tomonidan bu kishiga qo'yilayotgan talablar qonuniy hisoblanmaydi. Ya'ni biror bir qonunda yozilgan boshqa hujjatlarda tadbirkorni naqd pul olganligi uchun litsenziyasini olish yoki jazolash va hokazo masalalarda ko'rsatilganini biz bilmaymiz. Agar imkon bo'lsa, bizlarga noma'lum hujjatlar qanaqadir bo'lishi mumkindir. Bu tashkilotlar kelib, mana shu harakatlarni izohlab bersin. Sababi ularni mana shu bosimi tahqiqdan keyin ular naqd olishni to'xtatganligini, ya'ni naqd ololmayotganligini aytyapti. Qo'shimcha ravishda iltimos qilgan bo'lardimki, nafaqat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, balki prezident huzuridagi tadbirkorlar huquq manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil ombudsmandan ham mutaxassis sifatida vakil chaqirish iltimoslari. Sudga raislik qiluvchi sudya Shahnoza Ibragimova da'vogarning iltimosnomasini qanoatlantirib, tanaffus e'lon qildi. Unga ko'ra, navbatdagi sud jarayoni joriy yilning 3-iyun kuniga qoldirildi. Shu o'rinda ma'lumot uchun aytib o'tish joizki, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 10-dekabrdagi PF 246 sonli naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga muvofiq joriy yilning 1-aprelidan transport vositalariga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft-gaz mahsulotlarini sotish va elektrda harakatlanadigan transport vositalarini zaryadlash bo'yicha xizmatlar faqatgina bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilishi belgilangan. Qalampir.uz voqealar rivojini yoritib borishda davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.